ishdan bo'shatish yoki o'qitish. Har safar uni tanqid qilishganda isterika qo'zg'atadi. Bunaqa xodimlarni bo'shatish kerak. Nega? Chunki isterika degani bu umuman hozir hech nimani qabul qilmayman, yengillik yaratmayman, informatsiyani qabul qilmayman va o'zimni ichimdagi muammoni ham sizlarga aytmayman degani bo'ladi. Qiynalib o'tirgandan ko'ra bu insonni paka bo'shatib, o'rniga odam olib turish. Har doim unga nimadirlar yoqmasligi haqida gapiradi. Bu zo'r. Agarda bizada shunaqa yo'lga qo'yilgan va ko'p rahbarlar bilan ishlayotganda buni ham yo'lga qo'yishni aytaman albatta. Ya'ni har haftani oxirida har bir xodim o'zini qiynayotgan qiyin savollarni 10 tadan berishi kerak. Bunda siz kompaniyani yaxshiroq o'rganishida yordam beradi. Bu zo'r xodim, bo'shatmaymiz, ustida ishlaymiz. Doim bir nechta loyihalar ustida ishlaydi. Agar bu xodim siz berayotgan bo'lsangiz va u eplayotgan bo'lsa, bu albatta siz demak hali tizimlashtirmagansiz yoki bu insonga ko'proq ishonasiz. Bunda inson albatta olib qolish kerak har xil holatda ham. Lekin agar u inson o'ziga ko'proq proyektni olaveradigan bo'lsa, bu ham zo'r, agarda natijaga chiqarib bersa.